Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, o'tgan oy bilasizlar, hurmatli prezidentimiz ba'zi bir viloyat hokimi va tuman hokimlarini ishdan olib turib yoki bo'lmasam ayrimlariga hayfsan berib ogohlantirgan edilar. Sababi o'sha 900 mingga yaqin ishchi o'rni yaratildi deb prezidentga yolg'on hisobot berganligi uchun. Va mana 3-4 kun oldin yana keskin ommani e'tiroziga sababchi bo'lgan ayrim bir holatlar, ya'ni o'sha Andijon viloyatida tandir buzishlik holati yoki bo'lmasam Toshkentning ayrim bir tumanlarida o'sha kichik maishiy xizmat bilan shug'ullanuvchi biznesmenlarning egalariga o'sha tandirdan chiqqan tutun uchun ogohlantiruv berilganligi haqidagi videoroliklarni ko'pchilik ko'rdi. Ayniqsa Andijonda tuman hokimi yoppasiga o'sha traktorda olib kelib olib turib, yoppasiga tandirlarni buzib, tandirda qotiliga aylangan o'sha tuman hokimlarini ham o'zlaring ko'rdilaring. Men bitta narsaga hayron qolaman, hurmatli ayrim bir xavf ichidagi tuman hokimlari va viloyat hokimlari. Oddiy bir jinni odam ham biladi, o'sha maishiy xizmat bilan shug'ullanuvchi, ya'ni o'sha restoran bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, u yerdagi tandirdan chiqadigan tutun bu bunaqa bir nima deydi, keskin darajada havoni zaharlamasligi. Sizlarga boshqa narsa qurib ketdimi? Emindan shu xalqqa chiqib turib, tandirda pokazovka qilyapsizlar, shundan chiqadigan tutun havoni zaharlayapti. Qanchalar bu ongsizliklaringni o'zlaring namoyon qilib beryapsizlar. Nima uchun degan savol tug'iladi. Nima uchun bu katta-katta parnigi bor, ya'ni kuniga tonnalab ko'mir yoqadigan insonlar bor, parnigi bor insonlar. Boshqa biznes bilan shug'ullanadiganlar bor, tonnalab balon yoqadi. Nimaga ularni borib turib ko'rsatmaysizlar? Nimaga ularni borib o'sha parnigini buzmaysizlar, yo bo'lmasam o'sha qanaqadir bir sexi bo'lsa, sexini buzmaysizlar? Sababi buda tanishchilik, bilishchilik, borishdan oldin ogohlantirib borasizlar, yo bo'lmasam uni adresini yoshirasizlar. Yaqinda mana Saida Mirzayeva ham chiqib turib, ayrim bir parniga bor biznesmenlarning uyiga borib turib, o'sha parnigini ichiga kirib, shunaqa holatdagi videolar chiqqan edi. Ogohlantiruvlar. Nima uchun salla shu ishni qilmaysanlar? Prichom bu yerda tandir, prichom bu yerda o'sha kichik biznes bilan shug'ullanuvchi, ya'ni maishiy xizmat bilan shug'ullanuvchi kichik biznesmenlar. Prezidentimiz juda bir haqiqatni gapirganlar, ya'ni eslaringdan bo'lsa, prezident qarorini o'qimaydi deb. Haqiqatan o'qimaydi. Prezidentning qarori chiqadi, o'sha birinchi kupletini o'qiydi, boshidan bir qatorini o'qiydi. Qolganini o'zlari miyada tasavvur qilib ketadilar. Boshda bu sochda olgan desa, borib turib kallani olib keladi. Men bilmayman, bu zam hokimchilar qaydan chiqib qolgan. Postoyanno kalla qo'ygan mana shu zam hokimlar. Pora bilan tushgan ham zam hokim, o'sha uchastka sotgan ham, yer sotgan ham, nimadir qilgan ham zam hokim. Bular qaydan chiqib kelyapti? Shunchasini ushlab qamayapti. O'sha pora bilan tushganlar har 2 kunda birida bittasi kelib chiqadi, pora bilan tushdi deb. Ishdan oladi, o'rniga boshqa qo'yadi, qamaladi. Aradan 2-3 kun o'tadi-yu, yana kelib chiqadi. Qaydan kelib chiqadi buncha? O'sha uchun hurmatli prezidentimizga mening murojaatim, hurmatli Shavkat Mirziyoyev, o'sha viloyat hokimini, ayniqsa tuman hokimlarini o'sha xalqni o'ziga qo'yib bering, shu xalq saylasin. O'zi bilgan, ishongan insonni zam hokim qilib saylasin, yo'qsa viloyat hokimimi. Mana shu narsani o'sha tepada o'tiruvchi deputatlarimizga ham nechta partiya bo'lishi, 5 tami 6 ta partiya bu. O'ylab ko'ringlar mana shu narsani. O'zlaring ko'ryapsizlar. Har 2 kunda birida o'sha tuman hokimi yo'qsa qaysi bir viloyat hokimi pora bilan tushyapti. Prezidentning qaroriga tupurib qo'ygan holatlari bo'lyapti. Umuman prezident qarorini naborodiga qilib xalqqa prezidentni yomon ko'rsatib qo'yadigan holatlari bo'lyapti. Mana shu narsani joriy qilinglar, saylovga qo'yinglar, prezidentga taklif beringlar. O'sha viloyat hokimidan tortib tuman hokimigacha o'sha xalqni o'zi saylasin. Ishongan, bilgan, kimga daveriya qilsa o'shani saylasin. Menimcha men o'ylayman, juda ham bir yaxshi qaror bo'lardi.